Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен sport жаңалықтары videoni boshlamas turib arnaga kirib, videoga like bosishni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар teqqani bizda bo'ladi. Atimda tarixga yozg'im keladi. Jalolov Olimpiadaning 3-oltini turali. O'zbekistonlik bokschi Bahodir Jalolov Avesqo'y boks so'raluvi mumkin ekanini aytdi deb xabarlaydi. Ol Olimpiada o'yinlarida tag'i bir qatnashib ko'rmak. 30 yoshdagi sportchi 2 turkum Olimpiada chempioni 2020-2024 Alayda, ol tag'i bir oltin olib, boks tarixida atin yozg'isi keladi. 4 yildiqliq yozg'i o'yinlarining oltinini 3 ret olgan 3 xona bokschi bor. Ular Vengriyalik Laslo Pap 1948, 1952, 1956, Kubaliklar Teofil Stevenos 1972, 1976, 1980 және Felix Savon 1992, 1996 2000 Bahodirda o'sha tizimda bo'lg'isi keladi. Ne bo'latini ko'ramiz. Ali ne aytarimni bilmayman. Biroq sheshim qabullaydigan vaqt kelganda Los Angeles turali o'ylanaman. Men Olimpiadaning 3 turkum chempioni atanib, tarixga atimda yozg'im keladi. Alayda hozir men uchun kasb qo'ydagi karyera ma'nizda deb beradi Bahodirning so'zin Box News. Do'stlar, taqa aytib ketaylik. 5-savur Janibek Alimxonuli men fransiyalik Anuel Nigamesning o'rtasidagi jekpa-jek bo'ladi. 5-savur kuni. Bilet qoni 25 mingdan 225 mingga дейін do'stlar. Bu o'ta ulkan mumkinlik bo'ladi. Agar Janibek Alimxonuli jelse Carlos Adames, David Benavides, Saul Canelo Alvarez barni viza tasab qaytib o'raluvi mumkin. Sizlarmen sport жаңалықтары bo'ldi. Arnaga kirib, videoga like bosishni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар teqqani bizda bo'ladi.